Ukalarim ayronlaring tayyor. 8 mingdan ekanmi? Shuni 200 tacha sotamikin? 200 ta sotsa 1 million 600 ming so'm bo'ladi. Borani rasxoti bir 600 ming ketsa 1 million foyda. Vau. Ayronchilar soqolib bosib kerakanda ya. Necha pul bu? Necha pul? 5 ming? Optimdan necha pul? Optimdan 3 ming. 3 mingdan bo'lsa 2 mingdan har biridan foyda bo'lsa, hozir masjidda o'zida 8 ming foyda bor. Suvchilarda ham masjid pul olmayapti ekanda. 5 mingdan ekan. Beraverasizlar. 5 mingdan ekan. 5 mingdan 5 ming. Atak hozir 5 mingdan bo'lsa, hozir nima qanaqa go'shtlar, kalla go'shti shunaqa go'shtlar. Rasxoti necha pulga shu taxminan? Yo'q, bir 3 ming bo'lsa kerak. 3 mingga tushadi, ha? Bu pulni nechta sotadi shular? Ha, sotib qiladi 1000 ta. 1000 ta. 1000 tadan ko'p. Gummachilarda ham pul ko'payib ketibdi-da, ha?